yirtiq yamog'i kaltagina yarim yalang'och o'l sharmanda deydigan lyamkalini kiyib olib uxladim. Chunki baribir bir o'zim uxlayman gasnitsamda. Gasnitsa ham emas, kiyimimni almashtirib chiqdim. Endi nima bo'ladi? Nimaga men bunaqa xursandman? Nimaga men bunaqa o'ynamayman desam, hamma menga yozyotdi. Shimga vizani qanaqa oldingiz deydiganlar vizalabdan oldim va ular juda ham ishonchli. O'shaning uchun men sizlarga aytib o'tib ketyapman. Yugurib ko'chaga chiqdim, yugurib mana eshikni ochgandek odam bo'ldim. Xuddi meni ko'chadan tipa kimdir videoga olib turgandek qilib ko'rsatish uchun ko'rdinglar, birinchi shtatib qo'ydim, yugurib kirib va chiqib kelyapman. Bu yoqda esa qaysi dan degan trek miyamda aylanayotdi. Dun hamma qo'yyapti. O'sha aylanib yurdi miyamda. Ispaniyalarning ko'chalarini ko'rsatib qo'ydim va men bittaga qolgan qutgan taqa-tuqalarimni hammasini yig'ishtirdim, dorimni ichib oldim. Qarasam, mamda zaryadkalarim chuvalashayotgan ekan, soldim kerakli narsalarimni hammasini, kosmetikalarimni ham yig'ishtirib, yoqa-bu-yoqqa qarab olman. Ketdik endi, voy, rosa o'ynarar ekan, shunaqa ham likillagan qiz bo'laman. Pullarimni sanadim, men bu xaritada o'lib qolay dedim. Ispaniyani shunaqa ham metrosi katta ekan, ishonasizlar. Kipriklarimni ham tarab oldim. Mamda pulim bor ekan. Ayam ko'rmasinlar pulimni qanchaligan, chunki har doim onamga pulim yo'q. Nimaga siqildim bunaqa?